Mo'jiza nima o'zi? Orzuchi, niyatchi. Balki ular bir-biridan farq qilar, lekin barchasi bitta hisdan tug'ilar. Hali yeta olmaganimiz, ammo yuragimizda allaqachon yashab turgan narsadan. Do'stlar, yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Har kimning o'z mo'jizasi bor. Yetkazib berishga ulgurasizmi? Xavotir olmang, ulguraman. Bo'ldi, kutaman, rahmat. Kim uchundir bu uy eshigining ochilishi. Kim uchundir keldim degan so'z. Kim uchundir esa kutilmagan quchoq. Xush kelibsiz aka. Yangi yilda uyda kutayapsizda. Ha, surpriz. Uydagilar bilmaydi. Biz ko'pincha mo'jizani bayramga bog'laymiz. Go'yo u faqat sana bilan keladigandek. Lekin mo'jiza shundoqqina yonginamizda. Kimdir faqat yaqinlariga shifo so'raydi. Kimdir hayotida yangi sahifa ochilishini kutadi. Yana kimdir esa bayramni yolg'iz o'tkazmaslikni istaydi. Hamma foyaga yig'ilinglar, tezlashamiz. Mo'jiza shifokorning tungi navbati. Orzu uyga yetib olish uchun shoshayotgan qadamlar. Niyat bolaning qalbida parvoz qilayotgan umid. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati katta inspektori leytenant Bozorovman. Muloqotimiz bodi kameraga yozib borilmoqda. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Lekin inspektor, ayolim homilador, shoshayotgandim. Siz tezlasha qoling. Yo'l boshlayman. Ortimdan yuring. Biz har kuni o'z hayotimizni qurayapmiz. 673 yo'l bering. O'z mehnatimiz bilan, o'z g'amxo'rligimiz bilan. Anasi, estimen. Shidaldinglarmi? Hamma keldimi? Akem mening onamlar keldi. Hamma sizni kutvatir. Aytyor, ulgurasizmi? Albatta ulguraman. Shumasini Biz hazır bo'laman. orzular faqat yangi yil kechasida ro'yobga chiqadi deb o'ylaymiz. Ammo haqiqat shundaki, orzular harakatda tug'iladi, mehnatda pishadi, sabrda mustahkamlanadi. Haqiqiy mo'jiza mehr bilan yozilgan dasturxon. Ovqat tayyor. Alinglar, balalar, kelinglar. O'tir. Baplabsan anasi. Asbasi. Orzular taqvimga qarab amalga oshmaydi. Ular qo'l bilan yaratiladi. Yurak bilan qilinganidan tug'iladi. Haqiqiy orzu eshik ortidan eshitilgan tanish qadam tovushi. Nazirov, tabriklayman. Egizak. Eng katta mo'jiza yangi hayotning birinchi yig'isi. Mo'jiza allaqachon biz bilan. Bu yurtimiz. Bu uyimiz. Bu yaqinlarimiz. Bugun biz shunchaki yangi yilni kutib olmayapmiz. Mo'jiza haqiqatga aylanadigan yangi vaqt ostonasidamiz.